psoriaz kasalligi davosi yo'q degan negativni uchun albatta buni 100% davosi bor. Tabiiy usullar bilan videoni oxirigacha ko'rib turishni ko'rsatib beraman. Mana shu video biz negativchilarga yetib keldi va oxirigacha ko'rib chiqdim va shuning natijasida o'zimni shifokorlik fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Bu videoda aytilgan psoriaz kasalligi to'g'risida sal batafsil ma'lumotga ega bo'lsak. Avvalo, Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga tayanamiz. Unda butun bo'yicha kasalliklarning, barcha kasalliklarning klassifikatsiyasi bor. U ruschasiga MKB deydi, xalqaro kasalliklar bo'yicha. Uni birinchi kodini ko'ramiz va undan keyin uni etiologiyasini o'rganib chiqamiz. Asosiysi avtoimmun kasallik va genetik kasallik deyiladi. Endi bunda yana bitta joyi aytilganki, qondagi infeksiyalarning hammasini o'ldirib oladi. Agar qondagi infeksiya bo'lsa, u sepsis bo'ladi va sepsisni davolanishi boshqacha bo'ladi. Agar bu qondagi infeksiyalarni yo'qota oladigan bo'lsa, demak bu antibiotik bo'ladi va bu antibiotik bo'yicha davolanish kerak. Har xil ma'lumotlarga ishonmasliklarni, undan ko'ra sifatli tibbiy xizmat olishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim.